Avvalambor assalomu alaykum 9-sinf o'quvchilari. Bugun Ilm Bilim telekanalidan bizga informatika fanidan video dars berildi. Video darsning mavzusi belgili modellar, matn ko'rinishida beriluvchi modellar degan bir mavzuni, temani bizga tushuntirib o'tib ketdi. Ana shu video darsda siz bilan biz belgilab, daftarimizda belgilab qo'yadigan, eslab qoladigan, yodlab qo'yadigan joylarini men video tasma orqali yetkazib qo'yishlikka, ya'ni sizlarga yetkazib qo'yishlikka qaror qildim. Yaxshilab e'tibor berib ko'rasizlar. Qoida aytildi. Agar modellar matn ko'rinishida, qandaydir formulalar ko'rinishida yoki aniq bir dasturlash tili yordamida berilgan dasturlar ko'rinishida berilsa, belgili modellar yoki izohlangan axborot modellar deyiladi. Bu belgili modellarga izoh sifatida qoida keltirildi. Bu qoidada bizga ozgina notanish bo'ladigan joyi mana bu joy deb bildim men. Aniq bir dasturlash tili yordamida berilgan dasturlar deyapti. Bu nima degani desa, biz eslaymiz. O'zimizning o'sha informatika xonamizda 1-2 choraklarda biz o'rganishga harakat qilgan Python dasturlash tilini, Python dasturlash tilidagi amaliy ishlarimizda tuzgan programmalarimizni, dasturlarimizni eslaymiz. Shu tuzgan dasturlarimizni hammasi mana bu qoidadan kelib chiqib aytishimiz mumkin ekanki, bular hammasi belgili modellar qatoriga kirib ketadi. Qolgani tushunarli menimcha. Modellar matn ko'rinishida berilsa, qandaydir formulalar ko'rinishida, formulalar misol uchun kimiyada, fizikada, matematikada beriladi. Shunaqa formulalar yordamida berilishlari hammasi belgili modellar yoki bo'lmasa izohlangan axborot modellar deyilar ekan. Keyingi qoida. Predmetlar, tevarak atrofdagi voqeliklar, proseslarni tabiiy til bilan bayon qilinsa, so'z turidagi modellar deyiladi. So'z turidagi modellarga misollar aytildi. Shu misollardan bittasini keltirib o'tishimiz mumkin. Diqqat qilib qo'yinglar. Bu hozirgi aytayotgan narsani men ekranda ham ko'rsatmayapman. Men sizlarni faqatgina quloq solib eshitishlarini xohlardim. Yer shari o'z o'qi atrofida aylanadi. Koinotda o'z o'qi atrofida aylanadi. Shu bilan birgalikda Quyosh atrofida ham aylanadi degan bir axborot aytildi. Aytilsa bizga, biz xayolimizga o'sha koinot, yer shari, Quyosh sistemasi, 3-chi bo'lib planeta turibdi, yer shari o'zini o'qida aylanyapti. O'zini o'qini atrofida aylanyapti. Shu bilan birgalikda Quyosh atrofida ham aylanyapti. Hayolimizga shu narsa keldi. Hammani hayoliga keladi. Nima orqali keldi degan savol, bu so'z turidagi model orqali keldi bizni hayolimizga. Bu so'z turidagi modelga misol bo'la olar ekan. Aziz o'quvchilar, davom etamiz. So'z turida izoh berishning stillari bor ekan. Birinchisi so'zlashuv stili, ikkinchisi kitob yoki ilmiy stil. So'zlashuv stiliga bu oddiy bir xil kasb egalarini yoki bir joyda yashaydigan insonlarni bir-biri bilan so'zlashuvi yoki bo'lmasa o'rtoqlarni, og'aynilarni, opa-singillarni, aka-ukalarni, ota-bolalarni bir-biri bilan so'zlashuvi, so'z turidagi izohlashning so'zlashuv stili desak bo'lar ekan. So'zlashuv stili desak bo'lar. Misol uchun har bitta oila, hozir hammamiz o'zimizni oilamizni bag'rida, Xudo xohlasa ota-onamizni bag'rida o'tiribmiz. Biz uyda so'zlashuv stilimiz qo'shnimizni uyidagi bo'layotgan so'zlashuv stili bilan farq qiladi. Chunki bizning bir-birimizga yetkazadigan axborotimizni izohi ularni bir-biriga yetkazadigan axborotning izohi bilan teng kela olmaydi. Chunki
ularni tarbiyasi boshqa, bizning tarbiyamiz boshqa hisoblanadi. Bu so'zlashuv stiliga kirib ketadi. Ikkinchisi, kitob ilmiy stil. Ilmiy stil deganda biz sirazi hayolimizga professorlarni gaplashishlari, shunga o'xshagan narsalar kelib ketadi. Shularning qatoriga jurnalistik stil. Jurnalistlarni televizorlarda ko'rib tursak, jurnalistlar gaplashadi. Xuddi jurnalistlarni gapirayotgan gaplarini biz oddiy hayotda kimdandir eshitishni kamroq ko'ramiz, eshitishlikni kamroq ko'ramiz. Chunki jurnalistlarning stili bu ilmiy stilga kirib ketadi. Yana misollar aytildi. Badiiy so'zlashuv stili. Badiiy so'zlashuv stili biz ayniqsa hozir 9-sinfimiz, 9-sinf o'quvchilarining orasida shu karantingacha bo'lgan voqealar, karantingacha bo'lgan maktab hayotini eslaydigan bo'lsak, juda ko'p badiiy holatlar bo'ldi bizning maktabimizda. Yig'ilishlar, ota-onalar majlislari, orada marafonlar o'tkazdik. Shundagi bo'layotgan gaplar hammasi badiiylikka, badiiy ilmiy stilga kirib ketar ekan. Chunki u yerda gapirilayotgan gaplar hammasi bir ko'rkamlashtirilgan holatda bo'ldi. Shular ham mana ikkinchi kitob ilmiy stilga kirib ketsa bo'ladi. Ilmiy stil desak bo'lar ekan. Aziz o'quvchilar, yuqorida aytib o'tilgan barcha narsalar biz bugun ko'rgan video darsimizda aytilgan narsaning gaplaridir. Men darsimizni mustahkamlash maqsadida bir misolni ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Diqqatinglarni qaratinglar. Jadval berilyapti. Bu yerda nima deyilyapti? Agar aholi yashash punktlari deyapti. Shu A, B, C, D, E, F degani gorizontalliga ham vertikaliga ham shu harflar yozilib turdi. Bular aholi yashash punktlarining nomlari deb berilyapti. Shu punktlarining oraliq masofalari jadvalda ko'rsatilgan holda bo'lsa, u holda A va F punktlarining eng yaqin masofasini aniqlang deyapti. Qarshisida qizil rangda berilganiga e'tibor beringlar. Jadvaldagi bo'sh kataklar punktlarga to'g'ridan to'g'ri yo'l yo'qligini bildiradi deyapti. Misol uchun A punkti faqatgina B punktiga o'tishi mumkin degan. Chunki A bilan B orasida 3 turibdi. A dan C ga o'ta olmaymiz. U degani nima uchun desa, A bilan C orasida B bor, B bilan C orasida esa bo'sh katak turibdi. Xuddi shunday vertikalliga ham xuddi shunaqa holatda turibdi. Biz jadvalda qarab turib A dan F gacha bo'lgan masofani qaysi punktdan o'tsa bo'ladi-yu, qaysi punktdan o'tsa bo'lmaydi degan savolga javob berishimiz juda ham qiyin bo'ladi. Chunki bu yerda matrica turibdi bitta tomonida, diagonaliga matrica chizilib qolgan, u yerda bu yerda sonlar turibdi. Biz точный bir aniq bir gapni ayta olmaymiz. Agar jadvalga qaraydigan bo'lsak. Lekin yuqoridagi jadvalni mana bunday rasm holatida, mana bunday chizma holatida ko'radigan bo'lsak, rasm desak sal noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Chizma holatida ko'radigan bo'lsak, aniqlab olishimiz mumkin bo'lar ekan. A punkt A dan B ga 3 kilometr ekan. A dan D ga yo'l yo'q ekan. Chizig'i yo'q bo'lsa, demak yo'l yo'q ekan deb tushunaylik. B dan C ga 7 kilometr, B dan D ga 4 kilometr, B dan Y ga 7 kilometr, D dan Y ga 2 kilometr, C dan Y ga ham yo'l bor ekan 5 kilometr. Y dan F ga bo'lsa faqatgina Y orqali o'tish mumkin ekan. Savolda aytilgan edi, A bilan F punktlarini orasidagi eng yaqin masofani aniqlang deyapti. Biz nechta masofa bor, nechta yo'l borligini aniqlaylik birinchi. A, B, Y, F. Birinchi yo'l. A, B, C, Y, F. Ikkinchi